Assalomu alaykum YouTube tomoshabinlari. Bugun sizlar bilan juda chiroyli va zamonaviy loyiha bilan tanishib chiqamiz. Bu loyihani tanishtirishdan oldin videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'ling. Loyihamiz asosan 1,5 sotixga joylashgan bo'lib, uzunligi 18 metr, enasi 760 sm tashkil qiladi. Loyihamizda 8 ta xona mavjud va 2 ta kirib chiqish eshigi mavjud. Hop, loyihamizni endi ichki xonalari bilan chiqamiz. Loyihamizda ikkita bir xil koridor mavjud va ichkari kirib chiqish uchun yaratilgan. Birinchi chap tomondagi koridorimizda 320 ga 2,5 va mehmonxonaga kiriladi. 680 ga 320. Bunda yotoqxonaga kiriladi. 530 ga 320. Endi ikkinchi kirib chiqish eshigimizda ham xuddi shunaqa koridor mavjud, ya'ni zal 20 ga 2,5. Bu tomonga bolalar xonasi 3,5 ga 320, chap tomonga oshxona 390 ga 320. To'g'rida kattalar yotoqxonasi 5 metr ga 320. Hamda uning yonida baniya mavjud, dush 320 ga 2,5. Loyihamizni fundamenti ham shunaqa. Yor qalinligi 40 sm bo'lgan, balandligi esa 70 sm. Ko'rib turganlaringizdek, loyihamiz juda chiroyli va zamonaviy qilib ishlangan. Mana shunaqa loyihalarga xizmati kerak bo'lsa yoki loyihamiz chizmasi kerak bo'lsa, ekrandagi telefonga bog'lanish. Boringiz uchun rahmat. Video manfaatli bo'lsa, like bosing. Kommentariyada o'z fikrlaringizni